Demak, bugungi muhim rejalarim ro'yxatini tuzishni boshladim. Xo'sh. Assalomu alaykum mif va haqiqatlar. Biz loyihamizda mana shu ikki tushunchaning chegaralarigacha bormoqchimiz. Bizdan uzoqlashmang. Sizga asqotishi mumkin bo'lgan muhim faktlarni taqdim etamiz. Diqqat, savol. Tugallanmagan ishlar miyani qiynab, diqqat e'tiborni tortib turadi degan fikrimga qo'shilasizmi? Psixologiyada Zeigarnik effekti mavjud bo'lib, u reja va ro'yxatning o'zaro uyg'unlikdagi samarasi orqali ong ostidagi bosimni yengillashtirishga xizmat qilishi haqida aytilmoqda. Qanday qilib deysizmi? Yaqinroq keling. Hozir bir boshdan tushuntiraman. Zeigarnik effekti insonning psixologik xususiyati bo'lib, tugallanmagan yoki to'xtab qolgan vazifalar tayyor tugallangan vazifalarga qaraganda xotirada kuchliroq saqlanadi degan hodisani anglatadi. Bu effekt nemis psixologi Blyuma Zeigarnik tomonidan 1927-yilda aniqlangan. Xo'sh, nima uchun shunday bo'ladi deysizmi? Oddiy misol, miyada tugallanmagan ish ochiq kontur sifatida qoladi. Ong bu konturni yopishga, ya'ni vazifani tugatishga intiladi. Shu sababli bu vazifa ongimizda ko'proq aylanib turaveradi. Mana masalan, ishlayotganingizda boshlig'ingiz bergan tugallanmagan topshiriq haqida o'ylashni to'xtata olmaysiz. Yoki serialning bir qismi qiziqarli joyda tugasa, uni davomi qanday bo'larkan degan bir fikrlar esdan chiqmay o'ylab yuraverasiz. Yana bir misol, ofitsiantlar hali to'lanmagan buyurtmalarni juda yaxshi eslab qolishadi, lekin to'langanlarni esa tezda unutishadi. Nazariyaga ko'ra, har qanday tuzilgan ro'yxat bu yukni tashqariga chiqaradi. Masalan, men ham ko'pincha miyamdagi ro'yxatni mana shunday tuzib yuraman. Yozilgan reja esa tugatish yo'lini ko'rsatadi. Demak, ro'yxat stressni kamaytiradi, reja tugatishni tezlashtiradi. Mazkur usulning samaradorligi haqida Brian Tracy o'zining Samaradorlikning 21 usuli nomli kitobida ham e'tirof etmoqda. Mazkur qo'llanmaning 5-qoidasida shunday deyilgan: ro'yxatni rejaga aylantiring. Tuzgan jadvalingizni muhimlik darajasi bo'yicha ketma-ketlikda tartibga soling. Avval nimani va keyin nima qilishni aniq belgilab oling. Shundan so'ng muddat o'ylab ko'ring. Avval qaysi vazifa bajarilishi, undan so'ng nima qilishni rejalashtirish kerakligini belgilab oling. O'z rejangizni qog'ozga ko'rinarli qilib chizing. Bir guruh to'rtburchaklar, aylanalar va har bir rejani bir-biriga bog'lovchi chiziqlar hamda strelkalarni tasvirlang. Shunda rejalar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik yanada aniqroq ko'rinadi. Maqsadingizni alohida qismlarga ajratganingizda unga erishish qanchalik oson ekanini ko'rib, o'zingiz ham hayron qolasiz. Qog'ozga tushirilgan maqsad va harakatlarning tartibli rejasi orqali siz fikrlarni faqat xayolda olib yurganlardan ko'ra ancha samaraliroq va unumliroq ishlaysiz. Demak, rejalarimiz asosida ro'yxat tuzishni boshlaymiz. Farruh, siz tayyormisiz? Albatta. Boshladik. Demak, birinchi rejamizni aylanaga olamiz, keyin to'rtburchak qilib bir-biriga bog'laymiz.